Assalomu alaykum. Qadrdon YouTube kanali a'zolari, bugun 14-oktyabr 2025-yil. Bugungi mana 5-labonimizga ham chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Bu labon egalari YouTube'dagi kanalimizdan ko'rib Farg'ona viloyati So'x tumanidan kelibdi. Mana kech payt bo'lganda ham ishdan to'xtamasdan o'rnatib berdik. Bu labonni ichlari polni shumzalatsa, mana polpini bilek, hamma joylari cho'tki holatda, pollar uloqsiz lislar bilan qilingan. Cho'tki holatda mana bu akkumulyator tashlaqlaydigan sondig'i bo'ladi. Mana yo'llardan ham yopilgan, bu yo'llardan ham yopilgan, balondan sachragan loylar akkumulyatorga tegmaydi shu holatda. Bu poliga uloqsiz lislari ham bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bu ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani, Bordon qishlog'i, Svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlar yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Kamchiliklarni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kuzatishda davom etinglar. Shunaqa zo'r videolar chiqib yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni bosib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.